O'rtoqlar, bu papaya. Bu papaya O'zbekiston sharoitida o'smaydi. Faqat maxsus joylarda plantatsiyalar o'sirish mumkin, lekin oddiy tomorqada o'smaydi bu. Biz hozir mana Murodshifo klinikasida, aptekasida kutilgan variantiga olma, ta'mi uriy ta'miga o'xshab shirin bo'lar ekan, mazali bo'lar ekan. Buni lekin qoni foyda. Internetga kirib Google'dan qidirsanglar, misol papaya nimalarga davo bo'la oladi, tarkibida nimalar bo'lsa chiqarib beradi. Mana shunday quritilgan qimmatbaho mevani mahsuloti shu yerda mana Murodshifo klinikasida bor. Undan oldim. Qolganlarning lekin bunaqa narsalar bor. O'zbekistonda topish qiyinroq masala bo'lsa kerak, endi ko'ryapman bunaqa narsalarni. Qaysidir giyohlarning mevasi hisoblanadi. Shuning uchun istalgan turdagi shunaqa quritilgan giyohlar kelib topishinglar mumkin. Bemalol kiraversizlar, lokasiyani yozib beramiz. Agarda kommentariyaga manzil so'zini yozsanglar, narx-navoz haqida ma'lumot beramiz, qanaqa kasalliklar qiynayapti, bemalol so'raversalar bo'ladi. Batafsil ma'lumot beramiz. Erinmaymiz. Bizning maqsadimiz mana shu yerdagi bemorlarga shifo ulashish, natija ko'rsatish va shu yerdan xursand holatda chiqib ketishini ta'minlash. Shuning uchun uyatmasdan, xijolat bo'lmasa, qanaqa kasalligingiz bor, bemalol telefon qilaveringiz. Biz sizga javob berishga hamisha 24/7 eshigimiz ochiq, telefoningizga javob beramiz.